abituriyentlar bilan yuridik universiteti imtihonida 180 dan baland ball olish strategiyasi haqida gaplashamiz. 180 balldan baland olish bu hammaga ham emas. Chunki 180 ball olish uchun sizga oddiygina kurs, oddiygina nimadirni o'qish emas, balki kuchli strategiya kerak bo'ladi. Ko'pchilik 180 ball olishni xohlaydi va ko'pchilik 180 ball olish noreal, ya'ni imkonsiz deb o'ylaydi. Lekin bu umuman unaqa emas. Chunki 180 ball olish mumkin. Men 6 yildan beri dars o'tayotgan bo'lsam, meni faoliyatimda 100 dan oshiq abituriyentlar 180 dan ko'proq ball olgan. Faqatgina hozir aytib o'tadigan strategiyalarim orqali. Xo'p, keling avvalambor 180 ball ola olmaydigan xatolari haqida gaplashamiz. Ko'pchilik faqatgina test tekshiradi, ko'pchilik qonunlarni boshidan oxirigacha yodlaydi va oxirida 180 ball ham ola olmay Toshkent davlat yuridik universitetidan yiqiladi. Avvalambor o'zimni sizlarga tanishtirib o'taman, chunki meni bilib olishlaringiz uchun Toshkent davlat yuridik universiteti bitiruvchisi, oliy ma'lumotli yuristman va Toshkent O'quv o'quv markazi rahbariman. Hozirgi kungacha 6 yildan beri abituriyentlarni yuridik universitetiga tayyorlash bilan shug'ullanaman va 500 dan oshiq abituriyentni talaba qilganman. Xo'p, men haqimda qisqacha gaplashib o'tdik. Keling endi haqiqiy darsga o'tamiz. Sizlarga hozir 180 balldan balandroq ball olish uchun 3 ta strategiya beraman. Yoningizga daftar, ruchka va bir stakan choy olib qo'yinglar, chunki bu darsda sizlarga kerak bo'ladi uchalasi ham. Xo'p, birinchisi bu qonunchilikka e'tibor bermaslik. Bu haqida hozir tushuntiraman. Ikkinchisi bu test tahlili, uchinchisi esa majburiy fanlar. Keling har bittasini tushuntirib o'taman. Qonunchilik. Qonunchilikni hamma biladi o'qish kerakligini, hamma yodlayapti, lekin 90% abituriyent noto'g'ri yodlayapti. Chunki abituriyentlar qonunlarni yodlashi emas, qonunlarni tahlil qilishi, qonunlarni analiz orqali tushunishi kerak. Ya'ni sizga ustozingiz aytayapti, masalan, ko'pchilik abituriyentlar 4 ta kitobni tugatadi-da, keyin qonunchilikka o'tib, qonunlarni bitta-bitta o'qiydi. Lekin bu xato. Chunki o'zi qonunlar qayerdan keldi? Shuni tushunib olishinglar kerak. Birinchi o'rinda, qonunlar aynan sizga kitoblarning ichidagi mavzulardan kelgan. Ya'ni kitoblarni mavzulari bilan birga siz qonun o'qishingiz kerak. Masalan, 10-sinf kitobimiz bor. 10-sinfda siz oila mavzusini o'qiyapsizmi? Demak, siz oila kodeksini u bilan birga o'qib ketishingiz shart va o'sha 10-sinf kitobidagi oila mavzusidagi mavzulargagina siz to'xtalishingiz kerak. Lekin ko'pchilik abituriyentlar nima qiladi? Oila kodeksini hamma joyini yodlab oladi va oila mavzusini o'tayotgan paytida oila kodeksini ochib ham qaramaydi. Bu eng xato narsa. Chunki siz oila mavzusini oila kodeksisiz o'qiy olmaysiz. Demak, siz birinchi o'rinda mavzu qonunchilikni o'qishingiz kerak bo'lar ekan. Ikkinchisi bu albatta test tahlili. Ya'ni hamma abituriyent test tekshiradi, hamma abituriyent yuridik universiteti uchun tayyorlanadi, o'zini ballini ko'rib boradi, lekin ko'pchilik test tahlil qilmaydi. Do'stlar, bizda test bor, to'g'rimi? Har bitta mavzuni tugatganingizdan keyin siz test yechishingiz kerak va u testni faqatgina yechmasdan xatoyingizni tahlil qilishingiz kerak. Qanaqa bo'ladi u Feruza opa desangiz, masalan, siz 30 tadan 25 ta to'g'ri topdingiz, 5 ta xato qildingiz. 25 taga qaramay, siz 5 ta xato bilan ishlashingiz kerak. Endi u 5 ta xatoni o'sha faqat testdan yodlab qo'yishingiz emas, balki xato chiqqan testni mavzusini kitobdan yoki qonundan topasiz va o'sha mavzuni boshidan oxirigacha o'qib chiqasiz. Yana bir marta aytaman. Testdan xato chiqdi, qaysidir mavzudan. O'sha mavzuni ochasiz va boshidan oxirigacha o'qib chiqasiz va boshqatdan o'sha testni yechasiz. O'shandagina sizda haqiqiy natija bo'lishi mumkin bo'ladi. Majburiy fanlarga e'tibor bermaslik. Bir ball nimani ham hal qilardi degan gaplar degan abituriyentlar juda ham ko'p va bu noto'g'ri. Do'stlar, to'g'ri, bir ball ko'p narsani hal qilmaydi. Lekin siz 189 balldan kamida 180 ball to'plashingiz kerak. Bu degani 189 dan 8 tagina majburiy fandan xato qilishga haqqingiz bor degani. Qaranglar, o'zi sizda bu yoqda tarix bor. Tarix fanini anni-banni topaman, omadim kelsa topaman degan narsa bo'lmaydi. Tarix fanidan siz aniq tayyorlanishingiz kerak, chunki tarixda anni-banniga topib bo'lmaydi. Tarixni bilib topasiz. Ona tili fani eng oson fan, topilishi mumkin bo'lgan fan va unga bir oy tayyorlansangiz ham ona tiliga 10 tadan 10 ta chiqarsangiz bo'ladi. Demak, siz majburiy fanga o'ylab tanlashingiz kerak va majburiy fanni o'ylab tayyorlanishingiz kerak. Ya'ni, demak, siz tarixdan tayyorlanishingiz shart ekan. Nimaga? Chunki majburiy fandan tarixdan tushadigan savolni anni-banni bilan topa olmaysiz.
Ya'ni bu yerda omad yordam bermaydi. Bu yerda sizga bilimingiz yordam beradi. Ona tilida omad yordam beradi, lekin ona tilidan eng majburiy fanlarning ichida eng 10 tadan 10 ta topsa bo'ladigan, topish oson bo'lgan fan bu ona tili fani. Demak, siz undan ham 10 tadan 10 ta topish uchun 1 oy hech bo'lmaganda tayyorlanishingiz kerak ekan. Matematikaga keladigan bo'lsak, matematikada bu yerda siz ani-bani bilan topishingiz mumkin bo'ladi. Shunda majburiy faningizdan 22 ta, 23 ta chiqadigan bo'lsa, sizda уже 25-26 ball bo'ladi. Lekin bitta narsaga e'tibor qilishlaringizni so'rayman. Huquqdan sertifikat hali chiqqani yo'q. Bu degani sizda huquqdan xato qilish ehtimoli bor degani. Majburiy fandan men nima uchun abituriyentlarga aytaman? Testdan oldin o'zingni kafolatlab qo'y ballingni. Masalan, hozir ona tili imtihoni bormi? Ona tilidan sertifikat olib qo'y. Nimaga? Chunki ertaga BMBda huquqdan qanday test tushishini bilmaymiz hali. Har yili BMB yildan yilga qiyinlashtirib boryapti. O'zi bitta narsani tushunib olishinglar kerak, do'stlar. O'zi abituriyentlar nima uchun 189 ball to'plashi qiyin? Nima uchun o'zi yuridik universitetiga 189 kam to'playdi? Bilimni va malakalarni baholash agentligining maqsadi nima? Bilimni va malakalarni baholash agentligining maqsadi sizni yiqitish. Nimaga? Agar hamma 189 ball olsa nima bo'ladi? Byudjetga zarar bo'ladi. Demak, byudjetga zarar bo'lsa, bu bilimni va malakalarni baholash agentligiga gap keladi degan. O'sha uchun ham bilimni va malakalarni baholash agentligi sizga ancha qiyinroq savollarni tashiydi har yili. Endi bundan ham yomoni filologiya yo'nalishlarida 10 mingtadan oshiq abituriyent 180 dan baland ball уже to'plab bo'lgan. Bu mishmishlarga qaraganda, chunki 4 ta, 3 ta, 5 ta sertifikat qilib. Endi filologiya уже 10 mingta grantni olib ketadigan bo'lsa, bilimni va malakalarni baholash agentligi bu yilni o'zini o'rniga tushirish uchun nima qiladi? Sertifikati yo'q fanlardan qiyinroq savollarni tashlashi mumkin. Bu meni prognozim. O'sha uchun ham siz majburiy fanlarga juda ham e'tiborli bo'ling. Ayniqsa ona tilidan bir oyda sertifikat oling va tarixga 100% tayyorlanishingiz shart. Tarixda ani-bani sizni qutqarmaydi. Bo'lajak yuristlar sizlarga yana bir marotaba aytib o'taman. Demak, siz 180 balldan baland ball to'plash uchun birinchi o'rinda qonunchilikni zo'r, strategiya bilan to'g'ri va spetsifikatsiyaga to'g'ri keladigan holatda o'qishingiz kerak. Ikkinchisi bu, testni faqatgina yechib qolmang, test tahlil qilishingiz kerak. Qancha ko'p xato qilsangiz hozir sizga shuncha yaxshi. Men abituriyentlarga ko'p aytaman. Testdan oldin qilingan xato bu ertaga testda qilinishi mumkin bo'lgan to'g'ri javob. Ya'ni siz testdan oldin qancha ko'p xato qilsangiz, testda shu xatoni qilmaslik koeffitsientingiz juda yuqori bo'ladi va uchinchisi bu albatta majburiy fanlarga e'tibor berish. Majburiy fan to'g'ri 1 ball beradi, lekin usiz umuman ilojisi yo'q. Eng qizig'i bu darsimizning sizga bonusi ham bor. Qanday? Ikkita maslahatim bor. Avvalambor, bu qaysi kitoblarni o'qishingiz kerak, nimani o'qishingiz kerak, nimadan o'zi sizga test tushadi. Bilimni va malakalarni baholash agentligida 80% savollar qonunchilikdan tushadi. 80% savollar Jinoyat kodeksi, Oila kodeksi va boshqa kodeks va qonunlardan tushadi. Faqatgina 20% gina sizga imенно nazariyadan 4 ta kitobning ichidan tushadi. Ustoz, kitobni o'qimasak bo'lar-kan unda desanglar adashasizlar, chunki kitobni o'qimasdan qonunni tushuna olmaysiz. Ikkinchi sizga maslahatim bu, albatta imtihonga 14 kun qolgan payt umuman yangi narsa o'rganmang. Foydasi yo'q. Qaytangi yangi narsa o'rganib, o'zingizni eski bilimlaringizni chalishtirganingizdan ko'ra, oxirgi 14 kun faqatgina takrorlash bilan shug'ullanganingiz yaxshiroq. Shundagina natijaga yetasiz. Xo'p do'stlar, bu bepul darsimiz modeli shundan iborat edi va men sizlar uchun juda ham kuchli bo'lgan strategiya, ya'ni yuridik universitetiga kirish bo'yicha strategiya tayyorladim, imенно qonunchilik bo'yicha va unga bonus sifatida yuridik universitetida 100% tushadigan imtihonda sizga 100% tushib, sizga 15 ball olib keladigan top 5 ta huquqdan tushadigan savol bo'yicha ham bepul yana bitta video dars tayyorladim sizlar uchun. Siz u darsni ushbu video ostidagi link orqali topishingiz mumkin. Video ostida sizga link qoldiraman. Agar dars yoqqan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Bu men uchun juda ham muhim va qo'shimcha yana sizlar uchun bepul darslar tayyorlashimiz uchun menga motivatsiya bo'ladi. Hammalarga rahmat.